Andijon nimaga bo'lib ketdi aka? Bizda boshliqlar ko'p. Muxlislik moliyaviy holatga, sharoitga qanchalik bog'liq? Anchagina bog'liq aka. Mana Andijon nimaga bo'lib ketdi aka? Moliyaviy holat sabab deb o'ylaysiz? Moliyaviy. Andijonning muxlislari bitta odam matkinda qiladi. Bitta. Ikkita qo'chqor kallasi bitta qozonda qaynamaydi. Nodir To'ychi buni bitta o'zi qilibdi, uni gapiga kiritdi odamlar. Bizda boshliqlar ko'p. Bizda bitta emas-da. O'shaning uchun to'g'ri muxlislik bo'yicha nabog'orni muxlislarga yetadigan yo'q. Son bo'yicha. Lekin sifat bo'yicha bu yo'ritgani bir xillik. Bir xillik nimaga kerak? Odam jalb qiladimi? Ha? Avtomatik keyin o'yinda fan klubga qo'shilaveradi odamlar. Yondiramiz, asat ko'tarib o'tiramiz, birgalikda deydimi? Bizda ashi bir xillik yo'q. Bir xillik bo'lish uchun o'sha moliyaviy taraf nol.